Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, yaqinda Xitoy davlatidan yetib kelgan avtomatik yog' to'ldirish liniyasini Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi mijozimizga yetkazib o'rnatib berdik. Ushbu liniya 0.5 litrdan 5 litrgacha bo'lgan yog'ni to'ldirib beradi. Ushbu joyga biz bakalashkalarni qo'yamiz. Liniyaning 12 ta quyish klapani mavjud bo'lib, bir vaqtning o'zida 12 ta bakalashkaga yog'larni bemalol quya oladi. To'ldirilgan bakalashkalar ushbu yo'lakdan yurib, 0.5 litrdan 2 litrgacha bo'lgan bakalashkalarning qopqog'ini presslash qismiga yetib keladi. Uch litrdan 5 litrgacha bo'lgan bakalashkalarning qopqog'ini qo'yish qismi esa siz ko'rib turgan mana bu qism hisoblanadi. Liniyaning ushbu qismi bakalashkalarga sanalarni urib beradi. Ko'rib turganingizdek, yog'larimiz tayyor va unga liniyaning quyidagi qismi orqali etiketka qog'ozini yopishtirib olamiz.